Men oppoq kelin ko'ylakda qaltirab turardim. U 70 yoshli, hammaga mashhur, o'ta boy va shafqatsiz odam edi. U eshikni qulflab yonimga keldi. Men hozir meni zo'rlaydi yoki uradi deb ko'zimni chirt yumdim. Lekin u shunday qilmadi. U qulog'imga engashib, uxlama. Agar bugun tunda uxlasang, ikkimiz ham tongni ko'rmaymiz. Ular kelyapti deb pichirladi. Shu ondayoq men bu hashamatli qasr asli mening qabrim bo'lishi mumkinligini tushunib yetdim. Assalomu alaykum. Tun pardasi ortiga yashiringan qora sirlar va inson aqli bovar qilmaydigan dahshatli taqdirlar qiziqtirgan azizlarim. Farrosh hikoyalari kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizni qishloqning sokin, g'aribona uylaridan tortib, poytaxtning eng boy, eng shafqatsiz kishilari yashaydigan qonga botgan qasrlarigacha olib boraman. Qulayroq joylashib oling. Bu shunchaki ertak emas. Bu yoshlik, sotqinlik, cheksiz pullar va o'z otasi tomonidan o'limga sotilgan qizning olovli qasosidir. Biz boshladik. Mening ismim Kumush. Farg'ona viloyatining chekka, odamlar faqat o'z dardi bilan yashaydigan bir qishlog'ida tug'ilganman. 18 yoshdaman. Men yoshligimdan shifokor bo'lishni, oq xalat kiyib, odamlarga yordam berishni orzu qilardim. Tibbiyot kollejini a'lo baholarga bitirdim. Qop-qora, uzun sochlarim, o'zimga xos husnim tufayli qishloqda menga xaridorlar ko'p edi. Ammo mening bu beg'ubor orzularim otamning bitta imzosi bilan bir kechada kulga aylandi. Otam Qodir aka aslida yomon odam emasdi. Ammo so'nggi yillarda qimor va aroq uni butunlay o'z domiga tortgandi. U qishloq tugul, butun viloyat taniydigan, odamlar nomini aytishga ham qo'rqadigan 70 yoshli milliarder Tursunboy hojidan juda katta, aqlga sig'maydigan miqdorda qarz bo'lib qoldi. O'sha zax va yomg'irli kuz oqshomida uyimizga qarzni so'rab kelishdi. Lekin ular pul emas, meni olib ketish uchun kelishgandi. Xonamda eski oyna oldida o'tirardim. Eshik ochilib, onam Mavluda opa kirdi. Uning yig'layverganidan ko'zlari shishib, yuzlari qizarib ketgandi. U kelib meni qattiq quchoqladi. "Qizim, meni kechir. Otangni kasridan seni asrab qola olmadim", dedi u ho'ngrab yig'lab. Men yig'lamasdim. Ko'z yoshlarim qotib qolgandi. Ichimda faqat sovuq nafrat va bo'shliq bor edi. "Yig'lamang ona. Otamni qamoqdan, uyimizni tortib olinishidan saqlab qolishning boshqa yo'li yo'q-ku", dedim men jonsiz ovozda. Onam faryod qildi. "Kumush, u odam haqida nimalar deyishmaydi. Uning oldingi 3 ta xotini qandaydir sirli kasallikdan o'lib ketgan. U odam emas, u qonxo'r iblis. Qoch, bolam, hoziroq derazadan tushib qoch." Men onamga qarab achchiq jilmaydim. "Qayerga qochaman? Uning odamlari meni yerning tagidan ham topib olishadi. Keyin otamni o'ldirib sizni ko'chaga haydashadi." "Yo'q. Men rozi bo'laman." Hovlida og'ir, vahimali mashina signali yangradi. Bu Tursunboy hojining mashhur qora, zirehli jipi edi. U xuddi o'lim farishtasining aravasidek qop-qora bo'lib turardi. Men o'rnimdan turdim. Egnimga onam kiydirgan oddiygina oq kelin ko'ylagini to'g'riladim. Bu ko'ylak menga libos emas, toza kafandek tuyulardi. Hovliga chiqdim. Otam Qodir aka boshini egib, ko'zimga qaray olmay turardi. Vijdon azobi uni yeyotgan bo'lsa-da, qo'rquv ustun edi. Darvoza oldida 2 ta barvasta qurollangan tansoqchi va ularning o'rtasida Tursunboy hoji turardi. U 70 yoshda bo'lsa ham, qaddi tik, juda savlatli, sovuq nigohli chol edi. Egnidagi qimmatbaho choponi va yuzidagi kibr uning cheksiz hokimiyatidan darak berardi. U menga bir marta sovuqqonlik bilan qarab qo'ydi. Uning ko'zlarida na shahvat, na qandaydir erkakchasiga ehtiros bor edi. Uning ko'zlari xuddi tubsiz quduqdek qop-qora, o'lik edi. "Tayyormisan?" deb so'radi u yo'g'on, buyruq ohangida. Men indamay bosh irg'adim. "Ketdik. Ortiqcha dabdaba, karnay-surnaylar kerak emas. Menga shov emas, xotin kerak." Men ota-onam bilan hatto xayrlashmadim ham. Mashinaga o'tirdim va qora oynalar ortida qolib ketgan uyimning xira chirog'iga so'nggi bor qarab, taqdirimga taslim bo'ldim. Yo'l uzoq davom etdi.
Biz shahardan tashqariga, tog' etagida joylashgan qalin o'rmonzor tomonga kirdik. U yerda Tursunboy hojining mashhur qasri joylashgan edi. Odamlar bu uy haqida qandaydir dahshatli afsonalar aytishardi. Kimdir bu uyning yer to'lasida qiynoq xonalari bor desa, kimdir u yerda tilla saqlanishini aytardi. Mashina ulkan temir darvozadan o'tib, tosh yotqizilgan hovlida to'xtadi. Uy haqiqatan ham qasrga, yo'q, undan ko'ra gotika uslubidagi qo'rqinchli qamoqxonaga o'xshardi. Sovuq shamol mening yubka ko'ylagimni pirpiratib suyak-suyagimgacha o'tdi. Ichkariga kirdik. Hashamat shunday kuchli ediki, ko'zni qamashtirardi. Lekin uyda zarracha ham hayot, issiqlik yo'q edi. Sukunat shunchalik og'ir ediki, o'z nafasimni o'zim eshitardim. Bizni ikkita xizmatchi, bir qari kampir va baquvvat erkak kutib oldi. Kelinni o'z xonasiga olib chiqinglar, dedi hoji. Men keyinroq kiraman. Xizmatchi kampir meni ikkinchi qavatdagi oxirgi, eng katta xonaga olib kirdi. Bu karavotlari qizil baxmal bilan qoplangan yotoqxona edi. Kampir chiqib ketayotib menga achinish bilan qaradi va qulog'imga pichirladi. Qizim, qo'rqma. Xo'jayin qattiq qo'l, lekin balki senga shafqat qilar. Faqat bu uydagi yopiq eshiklarni aslo ochishga urinma. Ayniqsa 3-qavatdagi eski kutubxonani. Nega deb so'radim men titrab. Chunki u yerga kirgan odam qaytib chiqmaydi deb pichirladi kampir va tezda g'oyib bo'ldi. Men yolg'iz qoldim. Burchakdagi kresloga o'tirib tizzalarimni quchoqlab oldim. Nimalarni o'ylamadim deysiz? Hozir u kiradi, meni zo'rlaydi, balki oldingi xotinlari kabi o'ldirib yuborar. Nega 70 yoshli odamga meningdek qiz kerak bo'ldi? Tun yarmidan oqqanda eshik tutqichi sekin buraldi. Mening nafasim bo'g'zimga tiqilib devorga suyandim. Eshikdan Tursunboy hoji kirdi. U endi kostyumda emas, qimmatbaho ipak pijamada edi. Qo'lida qandaydir quti va bir stakan suv bor edi. U eshikni ichkaridan qulfladi. Kalitning shiqirlagan ovozi menga o'lim hukmidek eshitildi. U sekin stoldagi chiroqni yoqdi va menga qaradi. Qo'rqyapsanmi deb so'radi u charchagan ovozda. Men faqat titrab bosh irg'adim. To'g'ri qilasan. Qo'rqish kerak. Bu dunyo qon va sotqinlik ustiga qurilgan, dedi hoji va qarshimdagi stulga o'tirdi. Kel, yaqinroq o'tir. Men sehrlangan quyondek itoatkorlik bilan uning oldiga kelib o'tirdim. U menga uzoq tikildi. Uning qora ko'zlarida kutilmaganda qandaydir alam va afsus uchqunlari ko'rindi. Sen unga juda o'xshaysan, dedi u o'z-o'ziga gapirgandek. Kimga deb yubordim bexosdan. Bu endi muhim emas, dedi u tezda o'zini qo'lga olib. U qutini ochdi. Ichida tilla yoki pul emas, yashil tabletkalar va katta shprits bor edi. Men vahimaga tushib orqaga tisarildim. Bu nima? Meni zaharlamoqchimisiz deb qichqirdim. Hoji qattiq, lekin achchiq kulib yubordi. Ahmoq qiz. O'ylaganingdek emas. Men senga tegish, sendan xotinlik vazifasini talab qilish niyatida emasman. Men qotib qoldim. Nima? Nega unda meni sotib oldi? Buning o'z narxi bor, dedi hoji stakandagi suvni ichib. Men bu dorini ichaman. Bu juda kuchli dori, men sholdek uxlab qolaman. Sening bitta vazifang bor. Tong otguncha yonimda o'tirib, mening nafas olishimni kuzatasan. Agar nafasim to'xtasa yoki xonaga kimdir kirishga urinsa, meni darhol uyg'otasan. Tushundingmi? Men umuman hech narsani tushunmasdim. Axir bu o'zingizning uyingiz-ku. Kim kirishi mumkin, dedim hayratdan yoqa ushlab. Hoji oldimga engashdi. Uning ko'zlarida toza paranoya va dahshat bor edi. Qizim, bu uyning devorlarida quloqlar, soyalarda esa pichoqlar yashiringan. Mening boyligim, mening la'natim. Hatto o'z jiyanlarim, xizmatkorlarim o'limimni kutishadi. Men uxlaganimda ojizman. U chuqur xo'rsinib gapida davom etdi. Menga oddiy qo'riqchi emas, o'z hayotini o'ylab bo'lsa ham menga sadoqatli bo'ladigan inson kerak edi. Otang seni sotdi. Sen endi faqat menga bog'liqsan. Agar bugun tunda men o'lsam, ishon, seni bu qasrdan tirik chiqarishmaydi.
Sen o'zingni qutqarish uchun ham meni qo'riqlaysan. Bu so'zlar meni battar qo'rqitdi. Demak, bu nikoh ehtiros uchun emas, bu qari, boy odamning o'limdan qo'rquvi sababli tuzilgan qonli shartnoma ekan. Hoji dorini ichib, karavotga yotdi. 5 daqiqa o'tmay, u o'likdek uxlab qoldi. Men joyimda ko'zimni uzmay o'tirardim. Soat tungi 3 bo'ldi. Uy jimjit. Ko'zlarim yopilib, uyqu g'olib kelayotgandi. Shu payt xonada g'alati, vahimali tovush eshitildi. Bu tovush yo'lakdan yoki eshikdan emas. Xonaning burchagidagi ulkan, qadimiy eman shkafining ichidan kelayotgan edi. Girch. Xuddi kimdir ichkaridan tirnoqlari bilan yog'ochni tirnayotgandek. Mening nafasim qisilib qoldi. Men hojini uyg'otish uchun qo'limni uzatdim, lekin qo'lim havoda qotib qoldi. Shkafning eshigi asta-sekin g'iyqillab ochildi. Ichkaridan shunday qorong'ilik va zax is anqib chiqdiki, men ko'zlarimga ishonmadim. Shkafning ichidan bir ayol, yuzlari dahshatli chandiqlar bilan qoplangan, sochlari to'zg'igan, egnida oppoq ko'ylak va qo'lida katta pichoq ushlagan ayol chiqib keldi. U xizmatchi aytgan arvohmi yoki hojining qotilimi? Ayol to'g'ri uxlayotgan hoji tomon, ya'ni men tomonga kela boshladi. Men nima qilishni bilmasdim. Baqirsam meni so'yib tashlashi mumkin. Jim tursam, u hojini o'ldiradi va keyin men baribir o'laman. Men stulni ko'tardim va bor kuchim bilan hojining ustiga engashgan ayolga qarab otdim. Stul uning yelkasiga tegib, qarsillab sindi. Ayol muvozanatni yo'qotib, yerga yiqildi. Qo'lidagi pichoq uzoqqa uchib ketdi. Ayol ingrab o'rnidan turdi va menga qarab, "Ahmoq qiz" deb xirilladi. "Sen nimalar qilyapsan? Men seni qutqarmoqchi edim. U iblis, u seni ham qurbon qiladi." Bu so'zlardan men esankirab qoldim. Qanday qilib qotil meni qutqaradi? Shu shovqindan hoji uyg'onib ketdi. U yerdagi pichoqni va ayolni ko'rib, yostiq tagidan darhol to'pponcha tortib chiqardi. "Zuhra" deb gumburladi hojining ovozi. "Yana yerto'ladan chiqdingmi?" Ayol, ya'ni Zuhra hojining quroliga qarab ham qo'ymadi. U menga achinish bilan tikildi. "Qoch qizim, qoch. Bu yerdan tirik chiqmaysan", dedi u va chaqqonlik bilan yana ochiq turgan shkaf ichiga sho'ng'ib, yo'q bo'lib qoldi. Hoji uning ortidan otmadi. U qurolini sekin tushirdi. Men qaltirab devorga suyanib qoldim. "U kim edi? Arvohmi?" deb so'radim yig'lamsirab. Hoji og'ir xo'rsindi. "U mening qizim. 10 yil oldin hamma uni o'lgan deb hisoblaydi. Lekin u aqldan ozgan. Onasining o'limida meni ayblaydi. Jinnixonaga topshirishga ko'zim qiymadi. Uni shu uyning maxfiy yerto'lasida saqlayman. Sen bugun sadoqatingni isbotlading, kumush." Men shokda edim. Bu uy qanday qora sirlarni yashirgan? Hoji shkafning ichiga kirdi. Maxfiy eshikni temir zulfun bilan qulflab joyiga yotdi. "Endi uxlashimiz kerak." "U qaytmaydi", dedi u xotirjamlik bilan. Lekin men qanday uxlay olardim? Zuhraning yuzidagi chandiqlar, uning "u iblis" degan gapi qulog'imdan ketmasdi. Tong otganda xona quyosh nuri bilan yorishdi. Men kresloda uxlab qolgan ekanman. Ko'zimni ochib karavotga qaradim. Hoji chalqancha yotardi. Uning ko'zlari shiftga ochiq qarab qolgan, lekin qilt etmasdi. "Hoji aka" deb chaqirdim. Javob yo'q. Men sekin yaqinlashdim va ko'rgan narsamdan chinqirib yubordim. Hojining bo'yni g'ayritabiiy tarzda qayrilgan, og'zidan oq ko'pik oqib qotib qolgan edi. U o'lgan edi. Men orqaga tisarilib, stoldagi vazani urib yubordim. Vaza chil-chil sindi. Men qo'limga qaradim. Mening qo'llarim, oppoq kelin ko'ylagim qip-qizil qonga belangan edi. Qanaqasiga? Hojining tanasida zarracha qon yo'q-ku. U bo'g'ib yoki zaharlab o'ldirilgan. Men hammomga yugurdim. Oynaga qarab aqldan ozay dedim. Mening yuzim, kiyimlarim qonga belangan. Demak, men uxlaganimda kimdir kirib, uni o'ldirib, mening ustimga hayvon qonini surtib ketgan. Meni qotil qilishmoqchi.
Shu payt eshik taqilladi. Xo'jayin, hammasi joyidami? Bu kechagi xizmatchi erkakning ovozi edi. Agar hozir ochsam, meni shunday holatda ko'rib, politsiyaga topshiradi va qatl qilishadi. Men xonada nima qilishni bilmay yugurdim. Shkafga bordim, u qulf edi. Shu payt karavot tagida nimanidir ko'rib qoldim. Qizil baxmal quti. Men uni tortib oldim. Eshik yana qattiqroq taqillay boshladi. Oching. Bo'lmasa eshikni buzamiz. Qutini ochdim. U yerda dori emas, eski rasmlar va bitta diktofon bor edi. Rasmlarda men edim. 5 yoshim, maktabga borganim, kollejdagi rasmlarim. U meni yoshligimdan beri yashirincha kuzatib kelgan ekan. Rasmlar ostida qizil ruchkada shunday yozuv bor edi: so'nggi qurbon. Rustamning qizi topildi. Rustam. Mening otamning ismi Qodir-ku. Men qaltirab diktofonni yoqdim. Undan hojining ovozi eshitildi. Tabriklayman, kumush. Otang Qodir seni menga sotmadi. U seni aslida menga qaytardi. Sen Qodirning qizi emassan. Sen mening eski sherigim, men o'ldirgan Rustamning qizisan. Bugun senga butun boyligimni vasiyat qilib qoldirdim. Lekin meni o'ldirishmoqchi. Seyfning kaliti. Kalitni men yutib yubordim. Eshik katta gumburlash bilan buzib kirildi. Xonaga qurollangan politsiyachilar va xizmatchilar bostirib kirdi. Qimirlama. Qo'llarni ko'tar deb baqirishdi ular. Ular o'lik hojini va qonga belangan meni ko'rishdi. Bu jodu qiz xo'jayinni o'ldiribdi deb baqirdi xizmatchi. Men qo'limdagi qutini orqamga yashirdim. Men mukammal tuzilgan qopqonga tushgan edim. Lekin endi qo'rqoq, yig'loqi qiz emasdim. Miyamda bitta gap aylanardi: men aslida kimman? Kalit qayerda? Azizlarim, bu yovuz qasrning qora sirlari, kumushning asl kelib chiqishi va o'limga hukm qilingan qizning qamoqxonadan qanday qochishi va asl qotildan qanday qasos olishi haqidagi qonni qaynaydigan davomi keyingi qismda. Zaynab unga yordam beradimi yoki dushmanmi? Bu murakkab va aqlni shoshiradigan jumboqning javobini o'tkazib yubormang. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Izohlarda o'z farazlaringizni yozing. Asl qotil kim deb o'ylaysiz? Siz bilan Farrosh hikoyalari kanali bo'ldi. O'zingizni asrang.